Ismoil, ona joylar qolib ketyapti, hediyam ol. Bir joyda olavermasdan. Men aytyapsan, dada. Qayda olyapsan? Men mana edi deyapman, ko'zimga qara. Anayda ol, muncha dovdiraysan. O'g'lim ibto bergin. Bittimi? Muncha dovdiraysan, ko'zingda oldida narsan topolmayapsan. Ana. Bo'ldi. Aytdi. Nimaga dovdiraysan? Sen o'zingni qo'lga olgin, o'g'lim. Hop, dada, bo'ldi. Daga ol. Nima qilyapsan o'g'lim? Daga ol deyapman, men uni daga ol deyapman. Qara mashina kelyapti to'g'rida. Qo'ling qaltiramasin, to'g'rimi? To'xtat chekkaga. Tush mashinadan. Qaytib mashinani so'ramayman, tushundingmi? Hop, dada. Havoshni sinfdoshlar ichida jagiroysa, muoyinalarni uchirib minasan. Ko'rdim. Dadangni oldida. Ha bir bitta ish eplab qolar ekansan. Ne bir mashinani mandala men olar ekansan. Sinfdoshlarning oldida endi o'zingni ko'rsatma qo'ygan, asl basharangni men ko'rdim. Senlar menga kimsanlar? Senlar meni oddiy o'rtog'imsanlar xolos. Sen aytayotgan odam meni o'rtog'im emas, otam bo'ladi. Senlar uchun ota oddiy inson bo'lishi mumkin, lekin men uchun oddiy inson emas. Uni o'zi tugul, nomini eshitsam haybatidan qo'llarim qaltiraydi. O'zimni yo'qotib qo'yaman, chunki men otamni qattiq hurmat qilaman. Sen otani qanday hurmatga ega insonligini bilganingda edi. Hozir men ustimdan kulib emas, balki yana ham hurmat qilib gapirayotgan bo'lardim.